Bo'ldi, charchadim. Nega bu yerdan tashlamoqchisan o'zingni? Sen kimsan? Men ichki ovozingman. Nega bu yerdan o'zingni tashlamoqchisan? Ayt menga. Men bitta video olaman, 24 soatlab montaj qilaman. Lekin obunachilarim u videoga like bosib, padeshka ham qilishmaydi. O'tgan safargi videoyim hattoki 100 ta ham like yig'mabdi. Men to'ydim. Hatto menga 92,8% odam obuna bosmasdan ko'rar ekan. Bo'ldi, men hayotdan to'ydim. O'zimni tashlayman. Hammaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Kosoy PUBG Mobile. Короче, bugungi videoda 10 minglik, 100 minglik va 200 minglik akkauntlarni obzor qilamiz. Xullas, bolalar, video sizlarga manzur keladi degan umiddaman. Videoni ko'rishdan oldin like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Tepadagi videodan xulosa chiqardinglar degan umiddaman. Shuning uchun like va podpiska bosib qo'yinglar. Bu like, podpiska bizga motivatsiya beradi bolalar. Keyin sizlarga zo'r yangilik, o'tgan videoda ham aytdim, har 100 ta like ga kommentariyadan bitta akkaunt beraman dedim. Masalan, 1000 ta like bo'lsa, 10 ta akkaunt kommentariyadan aniqlanadi degani. O'tgan videoda prosmotr vash kam bo'lgan va 100 ta ham like yig'a olmabdi. Shuning uchun shu videoda prosmotrni ko'paytirib, likelarni portlatib yuborsangiz, keyingi videoda kommentariyadan sizlarga mo'shli akkauntlarni sovg'a qilaman. Qani bo'lsam ko'p cho'zib o'tirmasdan videoni boshladik. Xullas bolalar, birinchi akkaunt, ya'ni 10 ming so'mlik akkaunt ko'rishingiz mumkin. 10 ming so'mlik akkauntdan nima ham kutamiz? Bitta ham kiyim yo'q bo'lishi kerak, lekin bunga kiyimlar bor. 10 ming pulga vashi arziydigan akkaunt. Bu akkaunt 10 ming so'm deb hisoblab turaveramiz. O'zi aslida 5 ming so'mga ham arzimaydi. Tekinga berib yuborsa ham rozi bo'lib berib yuborsa bo'ladigan akkaunt. Bu akkaunt o'zi aslida endi 10 ming so'm deb videoga chiqaryapman bolalar. Yana kommentariyada negativ yozmanglar bolalar. Level 16 ko'rishingiz mumkin. Shu 10 minglik akkaunt. Endi keyingi akkauntga o'tamiz. Xullas bolalar, ikkinchi akkaunt, ya'ni 100 ming so'mlik akkaunt. Bu Tdemirlarning orzusidagi akkaunt bo'ladi bolalar. Tdemirlar bemalol 100 ming so'mga, ya'ni bizni Kosoy Story'dan olishingiz mumkin, mana ko'rishingiz mumkin. Bu faqat Tdm set yig'ilgan akkaunt bolalar. Panat qilinmagan, lekin Tdm setli yig'ilgan. Mana Deadni qorasi bor bolalar, e'tibor bilan qaranglar. Keyin Deadni oqi ham bor bolalar. Tdmga shokoladni akkaunt, keyin mana oq set ham bor. Keyin mana qora set ham bor, ko'rishingiz mumkin. Tdm uchun yaralgan akkaunt. Eng qizig'i mana ishton ham bor. Bu ham juda ham chiroyli. Tdmirskiy ishtonlardan biri. Sumkalarni ko'rishingiz mumkin. Oyoq kiyimlar qiziq emas bolalar. Mashinalarga o'tadigan bo'lsak, mashinalarda mototsiklga mana ajoyib skin bor ekan va yana mana bunday skin bor ekan. Keyin baggiga ham mana bunday skin bor ekan bolalar. Emotsiyalar oldiviy emotsiyalar bor bolalar, ko'rishingiz mumkin. Barchasini ko'rsatib o'tirishim shart emas. Hozir hammasini ko'rsatib o'tirsam, video cho'zilib ketadi. Shuning uchun parashyutga o'tib ketamiz. Parashyutda mana shunaqa ikkinchi sezonni parashyuti bor ekan bolalar. Keyin samolyotga o'tadigan bo'lsak, samolyotga skin yo'q. Granata, molotov, kokteyl hammasini ko'rishingiz mumkin bolalar. Keyin invertorni ko'radigan bo'lsak, 8 ta mini material va 6 ta miforji kichkina kristali bor ekan bolalar. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda esa bitta ham prokachka yo'q. Keyin buni levelini ko'ramiz bolalar. Leveli 63, 7 yillik akkaunt bolalar, ko'rishingiz mumkin. Keyin Airplane ko'radigan bo'lsak, Airplane'da S3 dan o'ynalgan ekan, bitta ham Airplane olinmagan ekan. Tdemirskiy akkaunt
Kossey nomidan keldim desanglar, chegirmalar qilib beriladi. Sizning PUBG Mobile akkauntingiz botmi yoki pulingiz kam va normalniy akkaunt topa olmayapsizmi? Unda biz sizga o'zimizning akkaunt savdoyimizni tavsiya qilamiz. Bu yerda siz $5 boshlab $100 akkauntlarni topishingiz mumkin. Eng asosiysi bizda foydadan halollik ustundir. Kanal silkasi video описаниесida yoki kommentariyasida bo'ladi. Xullas, mana 3-akkaunt, 200 minglik akkaunt, bu meni shaxsiy akkauntim bo'ldi. Kossey Story'da mavjud. Bu ham 200 ming puliga vashshi arziydigan akkaunt. O'z aslida bu akkaunt 350 ming edi. Ko'rishingiz mumkin. Vashshi mifiklar ko'p. Mana Mifik Forge'dan ham mana uni olib qo'yganman. Videoni 2x qilib tezlashtirib qo'ydim, chunki sizlarning vaqtinglarni ko'p olishni xohlamayman. Sizlarning vaqtinglar men uchun qadrli bolalar. Ko'rishingiz mumkin. Vashshi shikarniy. TDMga ham ketaveradi. Klassikada ham mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bu akkauntda hozir ko'rsataman bolalar. 200 ming puliga vashshi arziydigan akkaunt. Bu akkauntga o'zim 2100 solib open case qildim, chunki bu akkauntga 50% chegirma tushganda shundan foydalanib qoladi deb akkauntga 2100 solib open case qildim va mana shu emulator bilan ani kiyim oldim. Ko'rishingiz mumkin. Glider bor, samolyotlar qilib yotibdi, granata, molta, kokteyl hammasini ko'rishingiz mumkin bolalar. Orqa fon vaqtli bolalar. Keyin mashinalarga o'tadigan bo'lsa, mototsiklda mana bu chinnali mototsikl bor. Keyin buni ko'rishingiz mumkin, qizil mototsikl bor. Bu sezonni erpisini ham olib qo'yganman, ichida jichcha yusi ham bor. Erpini hali ko'targanim yo'q, bemalol ko'tarib bemalol, ya'ni 100 lardan qaytarib olsanglar, ya'ni 360 100 qaytib beradi. Mana erpi 16 daraja 360 100 qaytib bersa, ya'ni nerga 50 ni ham ochib olasizlar bolalar. Ko'rishingiz mumkin. Level 65, kolleksioneri 44 bolalar. Ko'p erpilar olib yuriladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 3 ta sezon erpisini ham o'zim olganman bolalar. O'zimning shaxsiy akkauntim, full garant akkaunt. Keyin sizlarga prokachkalarni ko'rsatadigan bo'lsam, 4 ta prokachka bor, bolalar ko'rishingiz mumkin. Xullas shu bolalar, hozirda prokachkasi bu akkauntda 5 ta. Bu video oldin bir 2 haftacha oldin olib qo'yilgandi. Endi qo'yyapman YouTube'ga, chunki 2 hafta banga kirib ketgan YouTube kanalim. Ko'rishingiz mumkin. O'zining shaxsiy klani ham bor, 3 levelli klani bor bolalar. Keyin xullas shu akkaunt bolalar. Hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Kossey PUBG'm bo'ldi. Xullas videomiz sizga manzur keldi degan umiddaman bolalar. Videoni boshida aytganimda, videoda nechta like bo'lsa, shuncha akkaunt beraman degandim. Ya'ni har 100 ta like'ga bitta akkaunt beraman bolalar. Bemalol omadinglarni sinab ko'ringlar. Keyingi videoda random saytda chiqib qolishingiz mumkin. Qancha ko'p like yig'sanglar, shuncha ko'p shansinglar oshadi. Shuning uchun like, podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Xullas sizlar bilan Kossey bo'ldi. Paka paka.